Agar sizda bel og'rig'i va bel og'rig'i sizni yon tomoningizga, orqangizga va oyog'ingizni orqasiga uzatiladigan bo'lsa, bir necha mashqlarni ko'rsatib o'taman. Birinchisi albatta qizdirib olishdan boshlaymiz. Buning uchun oyoqlarimizni galma-galdan ko'tarib tushirish. O'tirgan holatda umurtqamizni qizdirib olish. Bu uchun qo'limizni qarama-qarshi tomonga qo'yamiz va gavdamiz bilan qarama-qarshi tomonga burilamiz. Og'riqlar qaysi oyog'ingizga berishiga qarab, o'sha oyog'ingizda shu mashqni bajarasiz. Buning uchun aytaylikki, o'ng oyog'ingizda og'riq bor. Oyog'ingizni ko'tarib, keyingisini ustiga, tiziga qo'yasiz va o'tirgan holatda oyoqlaringizni ko'tarishni boshlaysiz. Og'riq nuqtasigacha va asta-sekinlik bilan pastga tushirishni boshlaysiz. Albatta boshida 2-3 tadan boshlashni tavsiya beraman. Chunki bu og'riqli mashq hisoblanadi. Boshida bajarganingizda og'riqli kuzatilishi mumkin, lekin 2-3 kun bajarganingizdan keyin bu mashqlar sizga oddiy mashq bo'lib ko'rinadi va og'riqlaringiz kamaya boshlaydi. Agar ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bu ma'lumotni beli og'rib, oyog'i og'rib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.